Hakim Termiziy, buyuk alloma va tasavvuf namoyandasi. Hakim Termiziy Termiz shahrida yetishib chiqqan ulug' zotlardan biri. U butun islom olamida nafs, tasavvuf va ma'rifat haqidagi chuqur fikrlari bilan tanilgan zotdir. Alloma Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Bishr ibn Horun Hakim Termiziy nomi bilan mashhur. 9-asrning yetuk tasavvuf arbobi, muhaddis, hofiz va hakimlardan hisoblanadi. U taxminan 820-yilda Termiz shahrida tug'ilgan. Hakim Termiziy ilm va ma'rifatga boy xonadonda voyaga yetgan. Otasi Ali ibn Hasan hadis ilmining taniqli ulamosi bo'lib, Balx, Bag'dod, Makka va Madina kabi shaharlarda faoliyat yuritgan. Uning onasi va ona tomonlama bobosi ham hadis ilmida faol bo'lgan. U zot yoshligidan vaqtdan unumli foydalanib, axloq va odobga rioya qilgan. U 27 yoshida ilm izlab safarga chiqqan. Basra, Bag'dod, Makka, Madina, Kufa, Nishopur, Balx kabi markazlarda hadis, fiqh va tasavvuf ilmlarini o'rgangan. U otasi Ali ibn Hasan, Abu Turob Naxshabiy, Ahmad ibn Hizravayh, Qutayba ibn Said, Sufyon ibn Vaki kabi 200 dan ziyod ustozlardan ta'lim olgan. Hakim Termiziy nafaqat ilm sohasida, balki ruhiy tarbiya, nafs, iroda va ma'naviy kamolot borasida ham chuqur fikr hamda g'oyalari bilan tanilgan. U valiylik haqidagi ilk nazariy asoslarni yozgan olim sifatida e'tirof etilgan. Uning Xatmul Avliyo, Ilmul Avliya, Risolatun Nafs kabi asarlari bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Hakim Termiziy o'z asarlarida nafsni isloh qilish, qalb pokligi, ixlos va taqvo haqida batafsil to'xtalib, insonni ichki dunyosi orqali isloh qilish g'oyasini ilgari surgan. U odam faqat tashqi amallari bilan emas, qalb pokligi va niyati bilan ham Allohga yaqinlashadi deb ta'lim bergan. Hakim Termiziy taxminan 932-yilda 112 yoshida vafot etgan. Uning maqbarasi Termiz shahrida, Amudaryo qirg'og'ida joylashgan. Ushbu muqaddas maskan xalqimizning e'tiqodi, ilm va ma'rifatga bo'lgan muhabbatining timsolidir. Ziyoratgoh hududida hozirda ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib, yoshlarga u zotning ma'naviy merosi tanishtirib borilmoqda. Hakim Termiziyning fikr mulohazalari va asarlari bugungi kunda ham nafaqat islomshunoslar, balki falsafa, psixologiya, tarix va madaniyat tadqiqotchilari uchun muhim manba hisoblanadi. Zero u zot qoldirgan ilm gavharlari bugungi avlod qalbini ziyo bilan to'ldirishda davom etmoqda.